O'ta zo'r joydan, sokin joydan uy olmoqchi bo'lgan hurmatli obunachilar kelinglar. Bugun o'ta idealniy variantdagi uyni ko'rsatamiz. Hop, kirib yashashga tayyor, yosh oila maza qilib yashasalang bo'laveradi. Endi remontlar ancha oldin chiroyli qilib qo'yilgan, lekin mana anchadan bir hech kim yashamayotganiga o'sha aytib tushgan, yengil qarab olish kerak bo'ladi. Xo'sh, uyimizni joylashuvi bilan tanishib ketaveramiz. Darvozaxonadan kirganimizda o'ng qo'lda mehmonxonamiz bor. Ichki remontlari bitgan, jidga aboy qilingan, pol, patolog hamma yo'g'i bo'lgan. Bu yerda anchadan beri hech kim yashamayotganiga svet yonmayapti, puli tugagan, lekin pul tashasa yonadigan holatda ekan. Endi mana bitgan xonalarimizni tanishib olaylik, keyin ana qo'shimcha joylarini yana bir batafsil ko'rib chiqamiz. Bu yoqda ikki xona ayvoni bilan bo'lgan, mana xonamizni ko'rsalaring bo'ladi. Bu yerda ham o'sha aboy-saboy bir bolalarga tayyor qilib qo'yishgan, lekin oxiriga yetisha olmagan. Hop, endi mana xonamiz o'sha to'liq aboylar, patologlar, o'sha polni bitgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Polu, patolog hamma yo'g'i tayyor holatda. Ko'ryapsizlar, tayyor shu vaqtincha masalan kirib, yashab turib, qolganini sekin-sekin o'sha bitirib olsa bo'laveradigan holatda. Endi mana shu tepadan turib ko'rsataveramiz. Bu yoqda yana qo'shimchasiga davom ettirib ketish uchun 3 ta xonaga mo'ljallab ketishgan, oxirida sanuzellar bilan va mana bu yerga o'zlariga o'sha kattagina oshxona alohida, yonida o'sha ochiq besetkalar bilan, masalan, so'ri, po'ri mashinaqalar bilan mo'ljallab ketishgan ekan. Ammo bu yerda zo'r taraflari bor. Hozir tashqaridan ham ko'rsatamiz. Ko'ryapsizlar, bu o'sha yerda bundaqa joyi, hali yer dumaloq bo'ladi, globus, o'shani bundaqa joyga kelganmiz. Eng oxirgi uy mana shu. Undan keyin u yoqga dala boshlanib ketyapti. Mabodalik, chorvachilik, parrandachilik, mana shunaqalar bilan shug'ullanadigan akaxonlarga, opaxonlarga juda ma'qul keladi. Ichimlik suvlari, ariq suvlari, svetlari kelgan. Ketdik, tashqaridan ham bitta ko'rib chiqamiz. Bu yerda umumiy yer maydoni asalari boqqani ham haqiqatda operatorimizdan chiqqan fikr. Asalari boqaman deganga ham zo'r variant. Bu yer 6 sotikda. Bu yerda umumiy mashinaga o'tirib olavering. Boryapmiz o'sha yoqqa. Hop, bu yerda umumiy yer maydoni 6 sotikdan iborat. Tayyor, mana kirib yashashga tayyor 3 xona uy plus ayvoni bilan bitgan, pol patolog ham yo'q bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Katta ariqlarda suvimiz keladi. Va mana kran suvlarimiz keladi. Hozir sal turib kelar ekan, faqat ertalab kechqurun mana shunaqa soatlar beriladi. Hop, mana ko'ryapsizlar, bu tarafi ham dala. O'ta tinch joylar, bu taraflari ham dala. Hech kim sizni bezovta qilmaydi. Kelib olib, xohlagan joyingizga xohlagancha joylashib, mazza qilib yashaydigan joy. Xullas, narxini 35 ming ozmas shu kelishtirib beradigan joylari bor. Tayyor mana ko'priklar qilib qo'yilgan. Qiynalmaysiz, ariqlar joyida. Endi manzilni aytadigan bo'lsak, batafsil aytaveramiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumani, Jamashuy shaharchasi, Qirqchek qishlog'ining ambulatoriyani yonidagi ko'chadan shu deb kirib kelgandagi mana shu ko'rib turgan uylar. Fasadlar bitgan, ikkita xonamiz ham bitgan, faqat manosini o'zlaringga xohlasalang aboy, xohlasalang jidga aboy, yana nimalardir qilsalang bo'laveradi. Endi u yog'i fantaziya, o'zlaringning xohishlaring. Hop, shunaqa. Bu yer o'zimizda sotuvda, aloqaga chiqaveringlar, xudo xolasa chiroylab kelishtirib beraveramiz. Bu yoqlarga yana qo'shimcha bir bola qilib olishinglar bitta. Hech kimga aytmanglar, oramizda qolaversin. Ana bu yerda yana qo'shimcha ozgina joyi bor ekan, fermer bilan kelishib turib, og'il-pog'il bir bola qilib sekin foydalanasalar bo'laveradi, imijimizda. Faqat oramizda qolsin. Shunaqa. Telefon qilaveringlar, bo'ldi. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Mingbuloqda deb yozsalang Telegramda yashil belgili kanal. O'sha yerdan lokatsiyani topib kelishlaring mumkin. Yoki bo'lmasa o'zimizga telefon qilsalaring, birolar jamoatchilar birga ham kelaveramiz. Boshqa yoqdan bo'lsalaring ham o'zimiz olib kelib ko'rsatish imkoniyatlariga egamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, yerda bundaqa joyda yashashni orzu qilgan, xohlagan yaqinlarga jo'natib ko'rasizlar. Asalari, chorva, parranda, nima biznes qilsalaring ham xudo xolasa yuraveradigan joy sog' bo'linglar.